Assalomu alaykum. 9-sinf matematika yakuniy imtihon savollarini ko'rishni davom qildiramiz. Demak, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz ikkinchi misollarga keldik, ya'ni amaliy masalalarga ko'rishni davom qildiramiz. Demak, birinchida telefonning narxi 7 million so'm. 7 million so'm ekan. Aksiya vaqtida Sardor telefonni do'kondan 10% chegirma bilan sotib oldi. Demak, 10% chegirma bilan sotib olgan. Endi Sardor telefon uchun qancha pul to'lagan? 7 millionning 10% ni hisoblaymiz. Buning uchun 7 ni 10 ga ko'paytiramizda 100 ga bo'lishimiz kerak va natijada 0.7 million hosil bo'ladi. Bu degani chegirma degani shu 0.7 millionni Sardor to'lamaydi. O'z telefonining narxi 7 million bo'ladigan bo'lsa, 7 milliondan ayiramiz 0.7 millionni. Demak, umumiy hisobda 6.3 million hosil bo'ladi. 6.3 million degani 6 million 300 ming so'mni to'lash kerak ekan. Bu birinchisi edi. Keyingi ikkinchi. Demak, Amir 2 soat davomida 12 km taqsim soat tezlik bilan. Demak, 2 soat davomida uning tezligi 12 km taqsim soat ekan. So'ng 0.5 soatda 2 teng 0.5 soatda uning tezligi 8 km taqsim soatga teng bo'lgan. U bosib o'tgan umumiy masofani toping deyilgan. Demak, bizda umumiy S masofa so'ralgan. Bu S masofamiz S1 qo'shilgan S2 ga teng. Sababi yo'lning ikkita qismini ikkita tezlik bilan va vaqtlar ham har xil. S1imiz bizda V1 va V2 ko'paytgan T2. V1 12 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 8 ko'paytgan 0.5. Demak, 24 ko'paytirilgan mana bu 4 qo'shilgan 4. Umumiy hisobda 28 kilometrni bosib o'tgan bo'ladi. Davom qildiramiz. Keyingi 3-chi. Zilola oilasi uchun osh tayyorlashda 600 gram go'sht ishlatgan. Demak, 600 gram go'sht. Uning oilasida 5 kishi, Zilola, eri va 3 farzandi bor. Ertasi kuni ularning yana 15 nafar mehmon keldi. Zilola oshni ham oila a'zolari ham mehmonlar uchun tayyorlaydi. U o'sha jami necha gram go'sht ishlatadi? Demak, bu 5 kishiga 600 gram ishlatar ekan. 5 ta kishi. Endi 15 ta mehmon keladi va o'zlari ham 5 ta. Umumiy hisobda 20 ta kishi bor. 20 kishiga umumiy necha gram go'sht ishlatishni topishimiz kerak. Proporsiya yo'li bilan topishimiz mumkin. 5 kishiga 600 gram, 20 kishiga x desak, x topishimiz uchun 20 ni 600 ga ko'paytirib 5 ga bo'lishimiz kerak. Ikkitasini qisqartiradigan bo'lsak 4 ko'paytirsak 2400 gram yoki 2.4 kilogram bo'ladi. Bizda gramda so'ralgan, demak 2400 degan javobni yozishimiz kerak. Davom qildiramiz. Keyingi 4-chi. Sentyabr oyida apelsinning 1 kilogram narxi 20 ming so'm. 1 kilogram narxi 20 ming so'm ekan. Oktyabr oyida esa 20% ga oshdi. Oktyabr oyida 1 kilogrammi apelsinning narxi so'ralgan. Demak, nima bo'lgan? Bu yerda 20
foizga ko'tarilgan. Oldin 20% ni topamiz. 20 mingni 20 ga ko'paytiramiz va 100 ga bo'lishimiz kerak. Ikkita nolni o'chirsak, demak 2000 ni 2 ga ko'paytirsak 4000 so'm hosil bo'ladi. 20% 4000 so'm bo'ldi. Oldingi narx 20000 so'm va unga 4000 so'mni qo'shamiz. Umumiy hisobda 24000 so'm hosil bo'ladi. Oktyabr oyidagi narxi 24000 so'mga teng ekan. Davom qilamiz. 5-chi. Yangilik do'konida sumalakning narxi 400 ming so'm edi. Demak, sumalakning narxi bu yerda 400 ming so'm ekan. Navro'z bayrami munosabati bilan barcha mahsulotlar 20% chegirma. 20% bu chegirma. Chegirma berildi. Chegirmadan keyingi sumalak narxini toping. 20% chegirma degani, yana bir marta aytamiz, 20% ni to'lamaslik kerak. Demak, 400 mingning 20% ni topish uchun 20 ga ko'paytiramiz va 100 ga bo'lishimiz kerak. Demak, 4000 ni 20 ga ko'paytirsak 80 ming so'm bo'ladi. Demak, bu 80 ming so'mni to'lamaslik kerak. O'zi oldingi narx 400 ming so'm edi. 80 ming so'mni ayiradigan bo'lsak 320 ming so'm qilib belgilanadi. Aynan chegirmadan keyingi narx bu. Davom qildiramiz. 6-chi. Alisher Toshkentdan Samarqandga 3 soat davomida 80 km /soat tezlik bilan demak 3 soat davomida 80 km /soat tezlik bilan harakatlanadi. Qaytishda shu yo'lni tirbandlik sababli u 4 soatda bosib o'tdi. Qaytishni esa tirbandlik bo'lgani uchun 4 soatda bosib o'tgan shu yo'lni. Qaytishda o'rtacha tezligi. Demak, qaytishdagi o'rtacha tezligi so'ralgan. Oldin bitta savolga javob beraylik. Agar u 80 tezlik bilan harakatlansa va 3 soat harakatlansa qancha masofa bosib o'tadi? Eslang, v ko'paytirgan t. 80 ko'paytirilgan 3 teng 240. Endi shu masofani qaytishini tirbandlik bo'lgani uchun 240 teng bo'ladi. Endi v o'rtacha ko'paytirilgan t2 deyishimiz mumkin. 240 teng bo'ladi. V o'rtacha ko'paytirilgan t2 miz 4 ga teng. 4 ni bo'lish qilib o'tkazadigan bo'lsak, v o'rtacha teng 60 km /soat bo'ladi. Bu o'rtacha tezlik, sababi tirbandlik bo'lganda ayrim joylarida qattiqroq haydaydi, ayrim joylarda esa sekinroq haydaydi. Davom qildiramiz. Keyingi 7-chi. 8 kishiga sharbat tayyorlash uchun Feruza 2 litr suv, 400 gram quruq meva kerak bo'ladi. Demak, 8 ta kishiga 2 litr suv, 400 gram meva deymiz, quritilgan meva. Shu retsept asosida u ishlaydigan ofisda 20 kishi uchun sharbat tayyorlash uchun necha gram quruq meva kerak bo'ladi? 8 kishiga 400 gram quruq meva kerak bo'ladigan bo'lsa, 20 kishiga x deymiz, proporsiya yo'li bilan x topishimiz uchun 20 ni
4 ga ko'paytirib 8 ga bo'lishimiz kerak. Mana bu ikkitasi qisqaradi va bu yerda 50. 50 ni 20 ga ko'paytirsak, demak 1000 gram bo'ladi yoki bo'lmasa 1 kilogram deyishimiz ham mumkin. Bu yerda gramda so'ralgan, demak to'g'ri javob 1000 gram. Davom ettiramiz. 8-chi. Fevral oyida Azizaning oylik maoshi 5 million so'm ekan. 5 million fevral oyida. Mart oyida muvaffaqiyatli loyiha sababli uning ish haqi 20% ga oshdi. Demak 5 million edi. 20% oshgan bo'lsa 20% ni hisoblab olamiz. Va 1 million so'm hosil bo'ladi. Azizaning yangi oylik maoshini toping. Oldin 5 million edi, yana 1 million qo'shildi. Demak 6 million so'm hosil bo'ladi. Keyingi oylikka 6 million so'm. Davom qildiramiz. Keyingi 9-chi. Ko'ylakning narxi 400 ming so'm. Demak, bitta ko'ylak narxi bu yerda 400 ming so'm ekan. Aksiya vaqtida ko'ylak narxi 10% chegirma, 10% chegirma. 10% ga tushirildi deyish ham mumkin, 10% chegirma deyish ham mumkin. Chegirmadan keyingi ko'ylak narxini toping. Oldin 10% ni topadigan bo'lsak, 400 mingni 10 ga ko'paytiramiz va 100 ga bo'lamiz. Demak, bu yerda 40 ming so'm hosil bo'ladi. 40 ming so'mlik chegirma bo'lgan. Chegirmani to'lamaydi, bu to'lamaydigan qism hisoblanadi. 400 mingdan ayiramiz 40 mingni. Demak, 360 ming so'm to'lov qilish kerak. Davom qildiramiz. Keyingi 10-chi. Said avtomobilni 2 soat davomida o'rtacha 60 km/soat tezlik bilan. Demak, 2 soat tezlik esa 60 km/soat ekan. Ikkinchi 0.5 soat sababi so'ng 0.5 soat davomida o'rtacha bu ikki teng 20 km/soat tezlikda harakatlangan. Umumiy bosib o'tgan masofasi so'ralgan. S teng V1 ko'paytgan T1 qo'shilgan V2 ko'paytgan T2. Shunda V1 60, T1 2. 20 ko'paytgan 0.5. 120 qo'shilgan 10 teng 130 kilometr. To'g'ri javob. Davom qildiramiz. 11-chi. 40 metr kub maydonga plitka yotqizish uchun 8 kop plitka yelimi kerak bo'ladi. Demak, 40 metr kubga 8 kop kerak bo'ladi ekan. Shu turdagi yelimdan 100 metr kvadrat maydonga plitka yotqizish uchun necha kop kerak bo'ladi? Buni ham proporsiya 40, mana bunda 8, mana bu yerga esa 100, mana bu yerga yana x. X topishimiz uchun 100 ni 8 ga ko'paytirib 40 ga bo'lishimiz kerak. Shunda javob 20 kop hosil bo'ladi ekan. 100 metr kvadratga bizga 20 kop kerak bo'ladi. Davom qildiramiz. Keyingi 12. Mart oyining boshida 1 kilogram qulupnayning narxi 150 ming so'm. 1 kilogram qulupnayning narxi 150 ming so'm ekan. Bir oy o'tgach qulupnay 40% arzonlashtirildi. 40% arzonlashtirildi, demak 40% chegirma degan bilan bir xil. Aprel oyining boshida 1 kilogram qulupnayning narxi
qancha bo'ladi? 150 mingni 40% hisoblaymiz. 40 ga ko'paytiramiz va 100 ga bo'lishimiz kerak. Demak, bu yerda 15 mingni 4 ga ko'paytirsak 60 ming so'm hosil bo'ladi. 40% chegirmada, demak 60 ming so'mni to'lamaydi. 150 ming so'm yoki arzonlashtirildi, ikkitasi bir narsa. 60 ming so'm teng 90 ming so'm. Ya'ni 1 kilogramm qulupnay narxi aynan aprel oyida 90 ming so'm bo'ladi. Davom qildiramiz. Keyingi 13. Notebookning narxi 9 million. 9 million so'm. Aksiya doirasida 10% chegirma e'lon qilindi. 10% chegirma e'lon qilindi. Shaxsot notebook sotib olmoqchi. U chegirma bilan notebookni qanchaga pul to'laydi? Demak, 9 millionning 10% ni hisoblaymiz yana. 10 ga ko'paytiramiz va 100 ga bo'lamiz. Hisoblasak 0.9 million hosil bo'ladi. Bu degani 0.9 million to'lamaydi. 9 dan 0.9 ni ayiradigan bo'lsak 8.1 million to'lov qilish kerak. 8 million 100 ming so'm deyishimiz ham mumkin. Davom qildiramiz. Keyingi 14-misol. Rustam shahar tashqarisida avtomobil yo'lida 2 soat davomida, demak 2 soat davomida 90 km/soat tezlikda harakatlandi. Qaytishda xuddi shu yo'lni tirbandlik vaqtida 3 soat yurdi. Rustamning qaytishdagi o'rtacha tezligini toping. Demak, T2 ikkinchi qiymati bu qaytishda 3 soat. Bu yerda yana bitta usuli, ikkitasida ham S masofalari teng bo'ladi. Sababi borishda bosib o'tilgan masofa qaytishda bosib o'tilgan masofaga teng bo'ladi. Va V1 ko'paytgan bu yerda T1 teng bo'ladi. V2 ko'paytgan T2 deb olaylik. Mana bu narsa bizda V2 desak. V1imiz bizda 90, T1imiz 2. V2 ko'paytirilgan, T2imiz 3. Mana bu ikkitasi 30 hosil bo'ladi. V2 ning qiymati demak 60 km/soat bo'ladi. Keyingi davom qildiramiz. 15. Umida 6 metr uzunlikdagi panjarani bo'yash uchun 2 litr bo'yoq kerak bo'ladi. 21 metr uzunlikdagi shunday panjarani bo'yash uchun necha litr bo'yoq kerak bo'ladi? Demak, proporsiyadan foydalanamiz. 6 metrga 2 litr, 21 metrga x. X topishimiz uchun 21 ni 2 ga ko'paytirib 6 ga bo'lishimiz kerak. 3 desak, demak javob 7 litr hosil bo'ladi ekan. Keyingi 15, ya'ni so'nggi misolimiz. 16. Chilonzor sartaroshxonasida soch olish xizmati 50 ming so'm edi. Oldin 50 ming so'm edi. Ta'mirlash va interyer yangilangandan so'ng narx 30% ga oshirildi. Demak, 30% ga oshirilgan. Endi soch olish xizmati qancha turadi? 50 ming so'mning 30% ni hisoblaymiz. Demak, 30 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsak, 5 mingni 3 ga ko'paytirsak 15 ming so'm. Demak, oshgani uchun 15 ming so'm ustiga qo'shiladi. Oldin 50 ming so'm edi, keyin 15 ming so'm qo'shildi. Umumiy hisobda 65 ming so'mga teng bo'ladi. Bu ikkinchi misollar edi, ya'ni matnli masalalar. Hammaga rahmat.